Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Email asoslari darsiga xush kelibsiz. Bugungi darsimizda regressiya aniqlik o'lchovlari bilan tanishib chiqamiz. Ushbu kanalda biz sun'iy intellekt bo'yicha bilimlarni va oxirgi yangiliklarni berib boramiz. Agar bu sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, albatta bu kanalga a'zo bo'lib qo'ying. Demak, darsimizni boshladik. Ushbu darsda biz regressiya masalasining aniqlik o'lchovlari, bu nima uchun kerakligi, u xatoning turlari, o'rtacha absolyut xato, o'rtacha kvadrat xato, MC ning ildizi, R kvadrat va qaysi usul biz uchun ma'qul bo'ladi degan savollarga javob berishga harakat qilamiz. Avvalo masalani qo'yilishi bilan tanishib chiqamiz. Biz avvalgi darsimizda regressiya usuli bilan, ya'ni chiziqli regressiya bilan uy narxini bashorat qildik. Endi shu yerda savol tug'iladi, bizning modelimiz bashorat qilyapti, lekin bashoratlarda anchagina farq bor, ya'ni xatolik bor. Bu xatoliklarni qanday o'lchaymiz? Qanday qilib ma'lum bir usulda yoki bir ma'lum bir son bilan ifodalashimiz kerak bo'ladi. Ushbu darsda mana shu savollarga javob beramiz. Aytaylik, mana bizda berilgan haqiqiy uy narxlari va hamda bizning modelimiz bashorat qilgan narxlar. 520 million narxni 500 million qilib bashorat qilyapti. Bu yerda farq 20 million. Ya'ni 20 million past bo'lyapti. Ya'ni 740 millionda 700 ming farq 40 million. 300 millionlik narxni 310 million deb bashorat qilyapti. Bu yerda farq -10 bo'lyapti. Buning uchun bizda bunday xatoliklarni bir umumiy tizimga soluvchi regressiya o'lchovlari mavjud. Bu ingliz tilida regression accuracy metrics deyiladi. Shularni birma-bir ko'rib chiqamiz. Ya'ni bu o'lchovlar xatolarni ma'lum bir qiymatda ifodalovchi ko'rsatkich bo'ladi. Birinchi o'rinda xato nima? Xato haqiqiy qiymat bilan model bashorat orasidagi farq. Har bir o'lchovning asosi shu oddiy formuladan boshlanadi. Demak, xato haqiqiy qiymatdan bashorat qilingan qiymatni ayirmasiga teng bo'ladi. Agar model narxni kam baholasa, xato musbat bo'ladi. Agar ko'p baholasa, xato manfiy bo'ladi. Ikkala holat ham xato hisoblanadi. Ya'ni ko'rib turganingizdek, bu yerdagi bashorat qilingan qiymat baland bo'ladigan bo'lsa manfiy chiqib qoladi, kichik bo'ladigan bo'lsa musbat bo'ladi. Shu yerda savol tug'iladi. Biz xatolarni yig'ib ularni to'playotgan paytimizda bu minus qiymatlar, manfiy va musbat qiymatlar bir-birini yo'qotib, umumiy yig'indini noto'g'ri kichik chiqishiga olib keladi. Buning uchun biz ma'lum bir usullardan foydalanishimiz kerak, ya'ni absolyut yoki kvadrat holatiga o'tkazish bilan. Qanday o'lchov usullari mavjud? Quyidagilar regressiya o'lchovlari hisoblanadi. Eng ko'p ishlatiladigan, ya'ni 4 ta. Biz o'tgan darsimizda MC bilan tanishib chiqdik. Ya'ni o'rtacha kvadratik xato. Undan tashqari o'rtacha absolyut xato, oddiy tushunarli, model o'rtacha shuncha adashdi degan ma'noni bildiradi. Undan keyingisi o'rtacha kvadrat xato. Undan keyin ildiz osti o'rtacha kvadrat xato. MC ning tushunarli birlikdagi ko'rinishi bo'ladi hamda R kvadrat model qanchalik foydali degan savolga bitta raqam bilan javob beradi. Bularni hammasini birma-bir ko'rib chiqamiz. Undan tashqari turli ma'lumotlarni solishtirishda mean absolute percentage error, ya'ni o'rtacha mutlaq foiz xatolik usulidan foydalaniladi. Undan tashqari modelning moslik darajasi va murakkabligi o'rtasidagi muvozanatni o'lchashda AIC va hamda BIC degan o'lchovlardan foydalaniladi. Biz bularga to'xtalmaymiz. Agar bu qiziq bo'ladigan bo'lsa, buni ko'rishingiz, o'zingiz alohida ko'rib chiqishingiz mumkin. Lekin mana bu yuqoridagi 4 ta usul bilan tanishib chiqamiz. Bular eng ko'p ishlatiladigan, ya'ni siz bilishingiz kerak bo'lgan o'lchov turlari hisoblanadi. Birinchi navbatda o'rtacha absolyut xato, ya'ni ingliz tilida MAE, ya'ni mean absolute error quyidagi formuladan topiladi. Ya'ni bu yerda har bitta xatolikni absolyut qiymatini olib, uni yig'indisini shu namunalar soniga bo'lamiz. Ya'ni bu yerda absolyut qiymatni olishdan maqsad, ya'ni minuslarni yo'qotib, ya'ni manfiylarni yo'qotib yuborish.
va bu natijamiz asl birlikda chiqadi. Masalan aytaylik, bizni birligimiz so'm bo'ladigan bo'lsa, ya'ni shu xatolik shuncha million so'mda chiqyapti degan bo'ladi, yoki gradus bo'ladigan bo'lsa shuncha gradus, bu tushunarli hisoblanadi. Misolni ko'rib chiqamiz. Bizni xatolarimiz yuqoridagi ma'lumotda 20, 40 va -10 edi, ya'ni million so'mda adashayotgan edi. Bularni hisoblash uchun, ya'ni o'rtacha absolyut xatoni topish uchun mana har bittasini absolyut qiymatini olamizda, uni 3 ga bo'lamiz va natija 23.3 million bo'ldi. Ya'ni xulosa qilib aytamizki, modelimiz o'rtacha 23.3 million so'm xato qilmoqda. Bu raqamni masalan tushuntirish uchun ishlatishimiz mumkin. Undan keyingisi o'rtacha kvadrat xato. Bu bilan biz o'tgan darsda tanishib chiqqandik. Xuddi yuqoridagi misol bilan, formula bilan bir xil, faqatgina bu yerda kvadratga ko'taramiz. Lekin bu yerda biroz boshqacha farq chiqadi. Misolni ko'rib chiqamiz. Mana har birini kvadratga ko'tarib chiqamiz. Ularni yig'indisini namunalari soniga bo'lamiz va u 700 ga teng bo'ldi. Natija 700 bo'ldi, lekin bu tushunarsiz hisoblanadi. Ya'ni millionni kvadrati turibdi bu yerda, lekin buni mijozlarga tushuntirayotgan paytimizda 700 MC 700 deydigan bo'lsak, bu o'ta tushunarsiz, nima degani degan savol tug'iladi. Biroz tushunarsiz bo'ladi. Endi shu o'rinda bizga RMC yordam beradi, ya'ni MC ni ildiz ostidan chiqarishga. Ya'ni bu RMC degani bu MC ni ildiz ostida ko'rinishi. Ya'ni ildizdan chiqaradigan bo'lsak RMC bo'ladi. Root mean squared error deyiladi. MC foydali, lekin uning birligi asl ma'lumotlar birligi bilan mos kelmaydi. Ya'ni yuqorida aytganimdek, MC bizga foydali natija, lekin biz tushunish qiyin, biroz tushunish qiyin. Buning uchun MC dan kvadrat ildiz olamiz. Shunda natija yana asl birlikka, ya'ni million so'mga qaytadi. Lekin bu katta xatoliklarga sezgirlik saqlanib qoladi. Ya'ni bizda MC 700 edi. 700 ni ildiz ostidan chiqaradigan bo'lsak, 26 dan 46 ga teng bo'ldi. Solishtirib ko'ramiz. Biz yuqorida ko'rdik, o'rtacha absolyut xato 23.3 edi, lekin RMC bizda 26.4 bo'lyapti. Buni sababi, chunki bu yerda 40 millionlik katta xato bor edi. Yuqoridagi ma'lumotimiz ichida 40 millionlik bor edi. Bu degani RMC asl mana MC katta xatolarni bo'rtirib ko'rsatadi. Bularni solishtirib ko'ramiz. Demak, MAE tushunarli, oddiy hisobot kerak bo'lganda, ya'ni oddiy tezlik bilan shu xatolikni topishda juda ham qulay. MC modelni o'qitish jarayonida matematik qulaylik, ya'ni kvadratga ko'tarish va bu yerda masalan ba'zi bir optimallashtirish algoritmlarida bu mana shu usul ishlatiladi. Bu juda ham qulay bo'lganligi uchun MC ishlatiladi. RMC katta xatolarni jazolash uchun, ya'ni bo'rtirish uchun va hamda natijani tushuntirish kerak bo'lganda RMC dan foydalanamiz. Agar ma'lumot kam, lekin og'ir xatolar, ya'ni shovqin bo'ladigan bo'lsa, biz shovqinni o'tgan safar aytgandik, shovqin degani umumiy ma'lumotlarni oqimidan ko'ra kattaroq bo'lgan qiymatlar. Mana masalan, o'rtacha 100 million bo'layotgan narsada bizda 150 million, 160 millionlik natija bo'lishi bu shovqin hisoblanadi. Shunda biz RMC ulardan ogohlantiradi. Agar barcha xatolar bir xil muhim bo'ladigan bo'lsa, MAE, ya'ni absolyut xato bizga yetarli bo'ladi. Keyingi birlik aniqlash koeffitsiyenti deyiladi. Bu R kvadrat yoki R square deyiladi. Bu yuqoridagi 3 ta usul barchasi xato qancha deydi, lekin model umuman yaxshimi degan savolga aniq javob bermaydi. Chunki bu ma'lumot shkalasiga bog'liq. Chunki ular ma'lumot shkalasiga, ya'ni mana 3 ta usul ma'lumotni qiymatlariga bog'liq bo'lib qoladi. Buning uchun biz mana bu usuldan foydalanamiz, ya'ni R kvadratdan foydalanamiz. Buni topish uchun model xatosini o'rtacha bilan taxminiy xatoga bo'lamiz va ularni uni birdan ayiramiz. Mana masalan, bu biroz uzoqroq hisoblash uzoqroq bo'ladi, lekin sizga tushunarli bo'lish uchun qisqacha qilib tushuntiraman. Bu yerda masalan model xatosi 2 deylik. Masalan 10 tadan 2 ta ikkita xato qilyapti deylik. Bu model xatosi 2 bo'ladi. Endi bu yerda o'rtacha taxminiy xato 10 ta deylik. Mana modelda o'rtacha masalan 10 tagacha xato qilinishi mumkin degan bu holat bo'ladigan bo'lsa, bu yerda 2 ni 10 ga bo'lamiz 0.2 va hamda birdan ayiramiz. Bu yerda 0.10dan 8 bo'lyapti, ya'ni 80% ga teng bo'lyapti bu yerda.
natija 0,8 bo'lyapti. Mana shu usulda. Agar bunga qiziqsangiz, mana bu formula bor. Shu formulani o'zingiz batafsil ko'rib chiqishingiz mumkin, lekin bu yerda hozir unchalik bu shart emas. Umumiy tushunchaga ega bo'lsangiz bo'ldi. Natijamiz 0 va 1 gacha bo'ladi. Ba'zida manfiy ham bo'lib qolishi mumkin, lekin asl qiymat 0 va 1 orasida bo'ladi. Bizda agar masalan 85 chiqadigan bo'lsa, yuqorida misolda ko'rdik 80 chiqadigan bo'lsa, bu demak model yaxshi ishlayapti degani. Buni qanday talqin qilamiz? Agar r kvadrat 1 ga teng bo'ladigan bo'lsa, model juda ham mukammal degani. Lekin bu asl holatlarda bu sodir bo'lmaydi. Real hayotda bunaqa holat kam. 0,7 dan 0,9 gacha bo'ladigan bo'lsa, model juda yaxshi ishlayapti degani. Va boshqa holatlarda 0 ga teng bo'ladigan bo'lsa, manfiy bo'ladigan bo'lsa, bu model o'ta yomon degan. Aslida bu qiymat ya'ni 50 dan yuqori bo'lsa yaxshi, ya'ni 50% deyiladi. 0,5 dan yuqori bo'ladigan bo'lsa, demak modelimizda qandaydir to'g'ri ishlayapti degan ma'noni bildiradi. Bularning hammasini solishtirib ko'ramiz. Birinchi o'rinda bu o'lchov nomi, undan keyingisi tushunarliligi, shovqinga sezgirligi va natija qiymati. Birinchisi absolyut xato, MEI bo'ladi. Bu tushunarliligi juda yuqori, ya'ni juda oson tushunish. Undan keyin shovqinga sezgirligi past. Asl birlikda oson tushuniladi, ya'ni so'm bo'ladigan bo'lsa, so'm, gradus bo'lsa gradus, shu atrofda bo'ladi. Undan keyin MC tushunarliligi o'rtacha, shovqinga sezgirligi yuqori, ya'ni katta xatolarni bo'rttirib ko'rsatib beradi. Birlik tushunish qiyin, ya'ni birlik kvadratda chiqadi, lekin buni oddiy foydalanuvchilar tushunish qiyin bo'ladi. Undan keyin RMC tushunarliligi yuqori, shovqinga sezgirligi ham yuqori, asl birlikda, lekin katta xatoga sezgir. Undan keyingisi r kvadrat tushunarliligi yuqori, shovqinga sezgirligi o'rtacha, 0 va 1 oralig'ida modelni umumiy baholaydi. Ko'pchilik loyihalarda RMC va r kvadrat birga ishlatiladi. RMC xato hajmini, r kvadrat esa modelni umumiy sifatini ko'rsatadi. Xo'p, demak biz qurayotgan modelimizda natijalarini qaysi o'lchovlar bilan tanlashimiz kerak bo'ladi. Bu siz qilayotgan ishingizga bog'liq bo'ladi. Ya'ni natijani mijozga tushuntirish kerak bo'ladigan bo'lsa, MEI, ya'ni absolyut xato tanlash qulay bo'ladi. Ya'ni bizni o'rtacha xatoyimiz shuncha so'm degan tushuntirishni bera olasiz. Katta xatolar juda xavfli bo'ladigan bo'lsa, RMC yoki MC ni ishlatishingiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Ya'ni bu yerda katta xatolarni aniq ko'rsatib beradi. Modelni umumiy baholash kerak bo'ladigan bo'lsa, r kvadrat, ya'ni modelimiz qanday ishlayapti degan savol qiziqtiradigan bo'lsa, bu r kvadratni topishimiz kerak bo'ladi. Bir necha modelni solishtirish kerak bo'ladigan bo'lsa, bir nechta metrikani, ya'ni o'lchov usulini birga qaraymiz. Bitta o'lchovda ishonib qolmasligimiz kerak va bir nechasini ko'ramiz. Ya'ni MEI yoki MC, RMC, r kvadrat, ularni iloji boricha ko'proq shu o'lchov usullarini qo'yib tekshirib ko'rganimiz ma'qul. Darsning yakuniy xulosalari: esda tutamiz, o'lchovlar modelning sifatini raqamga aylantirish vositasi. Xato haqiqiy qiymatdan bashoratni ayirmasiga teng bo'ladi. MEI oson tushuntiriladi, ya'ni absolyut xato oson tushuniladi, barcha xatoga teng e'tibor beradi. MC, RMC'lar katta xatolarni kichikroq jazolaydi. R kvadrat modelni umumiy baholash uchun foydali bo'lgan usul. Yangi boshlovchilarda shunday xato bo'ladi, ya'ni bitta o'lchov usulini bilan chegaralanib qolish. Odatda kamida ikkita usulni berishga to'g'ri keladi. Shunda bu modelni qanchalik darajada, qancha aniqlikda ishlayotganligi tushunarli bo'ladi. Masalan, RMC bilan r kvadrat yoki absolyut xato MEI bilan r kvadrat bo'lishi mumkin. Pythonda misol bilan tanishib chiqamiz. Bu yerda regressiya o'lchovlari. Birinchi bo'lib biz ma'lumotni tayyorlash va uni grafikda tasvirlash, modelni o'qitish va natijani tasvirlash va hamda regressiya o'lchovlar bilan aniqlikni o'lchash. Birinchi bo'lib biz ma'lumotni tayyorlab olamiz. Bu yerda bir oson usuldan foydalanamiz, ya'ni ma'lumotlarimizni data frame ga to'playmiz, x, y ajratamiz va hamda ularni grafikda chizib ko'ramiz ma'lumotni tushunish uchun.
Demak, bizda mana quyidagicha ma'lumot bor. Bu yerda chiziqli bog'liqlik bor. Shu ma'lumot asosida biz modelni quramiz. Biz o'tgan safar bu haqda to'liq gaplashib chiqqanmiz. Agar bu sizga tushunarsiz bo'layotgan bo'lsa, albatta avvalgi darsimizni ko'rib chiqing. Demak, modelimizni o'qitamiz bu yerda. Modelimizni o'qitdik va bashorat qildik va natijani biz endi regressiya o'lchovlari bilan aniqlab ko'ramiz. Buning uchun biz scikit-learn matrix kutubxonasidan mean squared error, mean absolute error hamda r kvadrat skorlarni chiqarib olamiz. Bular juda oson, ya'ni to'g'ridan-to'g'ri shunday funksiyalarga ega va bularni ishlatish bilan biz osonlik bilan o'lchovlarni hisoblashimiz mumkin. Birinchi bo'lib o'rtacha kvadrat absolut xatoni hisoblaymiz, ya'ni y bizda asl qiymat va bu bashorat qiymatlari va buni ushbu funksiya bilan hisoblaymiz. Undan keyin MC ni hisoblaymiz. Bu ham mana shu ko'rinishda bo'ladi. Undan keyin RMC ni MC dan chiqaramiz, ya'ni MC ni 0.5 ga darajaga ko'taramiz, ya'ni ildiz chiqaramiz va natijani chop etamiz. R kvadratni topish uchun, R kvadrat koeffitsiyentini topish uchun quyidagi funksiyadan foydalanamiz. R kvadrat skor va bularni hammasini yozib bo'lgandan keyin ishlatib ko'ramiz. Demak, biz quyidagi natijaga ega bo'ldik. MEI 7,47 million so'm, MC 64 ga teng bo'lyapti, RMC 8 million so'm atrofida, R kvadrat 99, ya'ni biz modelimiz juda ham yaxshi ishlayapti, ya'ni 99% desa ham bo'ladi. Mana shu usulda siz aniqlik o'lchovlarini topishingiz mumkin bo'ladi. Bu scikit-learn bilan juda ham oson. Tayyor funksiyalar bor, shularni ishlatishingiz kerak bo'ladi xolos. Asosiy vazifa siz bularni asl mohiyatini tushunib olishingiz kerak bo'ladi. Bu yog'i amaliy holatda bularni oson topishingiz mumkin va bularni tushuntirish uchun siz bularni nazariyasiga bilishingiz kerak bo'ladi va bizni nazariy qismimizda bu to'g'risida biz to'xtalib o'tdik. Demak, bugungi darsimiz shu yergacha. O'ylaymanki, bu sizga tushunarli bo'ldi. Agar dars sizga yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosing, kanalimizga a'zo bo'ling. Yangi darsda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.